Bugungi kunda Prezidentimizning tashabbusi bilan Yangi O'zbekistonda tibbiyot sohasiga yangicha yondashuv, zamonaviy qarash va inson salomatligiga e'tibor asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilab olindi. So'nggi yillarda tibbiy xizmat sifatini oshirish, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni joriy etish, soha mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning mehnat sharoitlarini yaxshilash borasida muhim qadam tashlandi. Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliyot tibbiyot markazi Farg'ona filialida 2025 yil davomida muhtaram prezidentimizni tibbiyotga e'tiborlari va yaratib bergan sharoitlaridan kelib chiqib juda ham ko'p tibbiy apparaturalar sotib olindi. Jumladan Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan optik biometr asbob uskunasi, Polsha davlati ishlab chiqarilgan kompyuterli perimetr apparati, Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan ultra tovushli biomikroskop apparati, Kanadada ishlab chiqarilgan Statin 5000 sterilizator apparati, Yaponiyada ishlab chiqarilgan jarrohlik operatsion mikroskopi, bundan tashqari Koreyada ishlab chiqarilgan pnevmatonometr, aftarif keratometr tibbiy uskunalari sotib olindi. Bularni barchasi shu aholimizga, xalqimizga ko'rsatilayotgan oftalmologik xizmatni sifatini yanada oshirish va aholiga tibbiyotni yana ham yaqinlashtirish uchun olib kelindi. Bizning shifoxonada Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi bilan shartnoma imzolangan. Bu orqali yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari respublika markazlarida qilinadigan jarrohlik amaliyotlari bizning shifoxonamizda amalga oshirib kelmoqda. Bular aholimizga mutlaqo bepul asosida qilinmoqda. 2025 yilda sotib olingan tibbiy apparaturalar jami 2 milliard 800 million so'mlik tibbiy apparaturalar shifoxonani byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan va undan tashqari ma'lum qismi tashabbusli byudjet dasturi asosida sotib olindi. Bundan tashqari yaqinda Farg'onaga Yaponiya davlatining O'zbekistondagi favqulodda miqdor elchisi keldi. Bunda Yaponiya tomonidan ajratilgan grant dasturi asosida bizning filialimizga 100 ming AQSh dollari mablag' ajratildi. Kelajakda biz bu mablag' hisobiga Shveysariyada ishlab chiqariladigan Catarex OS Tour nomli akkumulyator apparatini sotib olish rejalashtirilgan. Maqsad qandli diabet kasalligi bilan uchragan insonlarda, jarohat olgan insonlarda, qon bosimi ko'tarilib, ko'zda to'rparda va shishasimon tanaga qon quyilgan bemorlardagi da qilinadigan vitreal xirurgiya jarrohlik amaliyotini biz aynan Farg'onada, aynan shu filialimizda kelajakda amaliyotga tatbiq etish niyatimiz bor.